Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Xurshid Do'stmuhammad kalamiga mansub Mirkomilboyning Qazo bo'lgan novoz hikoyasining mazmuni bilan qisqacha tanishamiz. Ushbu parchada Mirkomilboy ismli boy, ammo juda halol, rostgo'y va adolatparvar inson obrazi tasvirlangan. U o'z prinsiplaridan hech qachon chekinmaydigan, haqiqatni kim bo'lishidan qat'iy nazar yuziga aytadigan odam sifatida ko'rsatiladi. Shu sababli u atrofdagilar bilan tez-tez ziddiyatga kirishadi. Yo'lda ketayotib Mirkomil bir ishchini zavoddan ko'sak o'g'irlab chiqayotganini ko'rib qoladi va uni uradi. Uning fikricha, o'g'irlik eng katta gunoh, ammo uning do'sti Yoqubxo'ja ishchining nega bunday yo'l tutganini ham o'ylash kerakligini aytadi. Bu epizod Mirkomilning qattiqqo'l, ammo prinsipal harakatini ochib beradi. Keyinchalik bolalar davrasida Mirkomil haqida g'iybat qilinadi. Go'yoki u zakot bermaydi. Aslida esa u dinni ham, halollikni ham yaxshi biladi va ularga zakotdan oldin ushur borligini eslatib, ularning ikkiyuzlamachiligini fosh qiladi. Shu holat uning dushmanlari ko'payganini ko'rsatadi. Mirkomil aslida xalqiga foyda keltirishni istagan inson edi. U masjid, madrasa, kasalxona qurishni rejalashtiradi. Hatto odamlarni majburiy mardikorlikdan qutqarish uchun hokimiyat bilan gaplashishga ham boradi. Lekin mustamlaka tuzumi va o'z yurtdoshlari xiyonati sabab uning barcha ezgu rejalari barbod bo'ladi. Uni yashirincha sotishadi va qamoqqa olishadi. Do'stlari qochishni taklif qilganda ham Mirkomil rozi bo'lmaydi. U taqdirga tan beradi. Oxir-oqibat saharda uni otishga olib chiqishadi. O'lim oldida ham u qo'rqmaydi, balki chuqur o'yga toladi. Shu tarzda asarda halol, vatanparvar va rostgo'y insonning adolatsiz tuzum qurboni bo'lish fojiasi tasvirlanadi. Asarning asosiy g'oyasi shuki, haqiqatni aytadigan va xalq uchun yashaydigan inson ko'pincha o'z jamiyatida ham tushunilmaydi. Eng achinarlisi, bunday odamni ko'pincha begona emas, o'z yaqinlari sotadi. Mirkomil obrazi orqali muallif halollik, vijdon va vatanparvarlik g'oyalarini ulug'laydi.